O, deni 12 volt muxlislari, sizlar bitta like bosinglar, biz izlanishdan, video qilishdan charchamaymiz. Kecha olib qolgan avtomat korobka Gentramiz yurmay qolgan skorga evakuatordan olib kelishdi. Hozir buni mana shu holatga titib olganmiz. Hozir shu sizlarga qiziqmi yurmay qolgani, hozir ustakadan so'raymiz nima bo'lgan. Aka, bu avtomat korobkaga o'zi aslida nima bo'lgan? Shuni tushuntirib bering, obunachilarimizga qiziq. Obunachilarga bu mashinamizda masnatsoz ishlamay qoldi. Masnatsoz qanaqa bo'ladi? Bir ko'rsata olasizmi? Obunachilar xudo xohlasa mana masnatsoz bo'ladi. Kamerani olib keling, ko'rsatlashtirayman. Masnatsoz shu bo'ladi. Ha, avtomat korobkaning ichida bo'ladi. Avtomat korobkaning ichida bo'ladi. Bunga ketish sababi nima o'zi asli? Uka, bunga ketish sababi birinchi asosiy moy. Moy bo'ladi. Moy sifati yo'qolgan hisobida-da. Yaxshi surov o'tib ketgan holatda shu ko'proq voqeaga keladi. Moyni necha ming yurish kerak? 50 ming yurish kerak. Hozir shunga necha pul ketyapti endi option? Hozir zapchastini o'ziga $150 ketyapti. Aka, ko'pchilik aytadi, mexanika zo'r deyishadi, avtomat korobka injiq deyishadi. Siz bunga qanday qaraysiz mutaxassis sifatida? Uka, avtomat korobka juda qulay. Avtomat korobka juda nozik emas. Nozik emas. Zakon. Faqat moyiga qarab o'ting, juda zo'r. O'rtoqlar, ko'rdinglar, qanchalik sizlarga chiroyli ma'lumot olishga harakat qildik. Bu videoni shu avtomat korobka haydaydigan do'stingiz bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ying.